Assalomu alaykum hammaga. Hozir bir allambalo mashinaga o'tirib olganman. Odamlarning emotsiyasini ko'ramiz hozir. Qo'ygan. Okalarim hammamizga shunaqa mashinalar nasib qilsin. Mana shu mashinani ko'rsatyapman. Qaranglar buni turishini. Bu mashinamizni sotuvda emas, shunchaki video obzor qilyapman. Mashinani yurishlari juda ham zo'r ekan. Nima deb tushuntirsa bo'ladi? Mashinani buni ko'pchilik biladi, ko'rganlar biladi. Mana Sarvar aka degan odam hozir полностью butun hamma joyda yo'l tanlamas, tog'li hududlarda shu mashinalarda aylanib yurishibdi. Bu 2 litrli turbina motor. Mashinani ham rasxodi unaqa ko'p emas ekan, 10 tadan 15 tagacha yurgan mashinamiz. Endi obzor qilaman deb mashinani shunday yuvdirsam, chiroyli qilib. Yomg'ir yog'yapti-yu. Mana shunday ham ko'rsatishga harakat qilaman. Bunaqasini hammamizga nasib qilsin. Paroglarni qarang chiqishini. Hammamizga nasib qilsin, bu zo'r mashina. Endi любой erkak kishi xohlaydi bu narsani. Kabriolet bo'ladi bu вообще. Mana. Hadovoy chastiga keladigan bo'lsa, bu balkalarni qaranglar, qalinligini. Stabilizatorlari, hamma narsasi, nakонечник deysizlarmi, amortizator deysizlarmi. Buni yana bu o'zi shunchalik ko'tarilib turibdi. Bundan tashqari yana ko'tarsa bo'lar ekan. Buni lift hadovoy deyshadi-ku. O'shanga qarab ko'tarsa bo'lar ekan. Mana ichlari. Yurishlariga gap yo'q ekan. Olib maza qilib haydab bosadigan joyi. Kim shunaqa mashinani niyat qilgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ysin.